Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Alhamdulillah, Farg'onadan ukamizga Temur Malikka inshaalloh Angliyadan kostyumlar keldi. Lisenziyaga zapislar qildik. Temur Malik, kayfiyatlar yaxshimi? Charchamayapsizmi? Xo'p, Alloh taolo yetkazganiga shukr. Mana bir paytlar o'sha ixlos qilib kelgan edingiz. Bismillah deb hamma proseslarni boshqa tushuntirib berganidan, Xudo xolasa bismillah deb boshlagan edik. Mana Allohim shukrlarga yetkazdi. Xo'p, o'zingizni qalbingiz mazza qilyaptimi? Sizdan nimalar o'tyapti? Shu jarayongacha yetguningizgacha proseslar, jarayonlar bo'ldi. Xo'p, o'sha o'zingizni qalbingizdan nima o'tyapti? Bemalol muzatasiz bo'ladi qolgan obunachilarimizga. Assalomu alaykum hammaga. Men Farg'onadan, Farg'ona shahridan. Akamizni ko'chadan, o'rtoqlardan eshitib, jo'natgan bolalardan eshitib keldik. Mana Xudoga shukr. Yo'ldan o'zlari o'sha proseslarni olib borib bizga tushuntirib, nima qilish kerakligini o'rgatdi. Mana Xudoga shukr, Xudo nasibamizni qo'shgan ekan. Ketyapmiz, Xudo xolasa. Akamga rahmat. O'zlari hamma yo'lda o'rgatishdi. Eziga hamma xodimlarga ham rahmat. Ishlarni olib borishdi, Xudoga shukr. Xudo xolasa kelinglar, nima deydi? Hammasi halol bo'lyapti, Xudoga shukr. Inshaalloh. Xudo xolasa avvalo shu kunlarga yetkazganiga Allohga cheksiz hamdlar bo'lsin. Biz ham bir ulug' shaman emasmiz, yo bir avliyo emasmiz, yo bir dumalar qizib olib klientlarning familiyasini o'qib nima deb o'tirmaymiz. Biz ham shu Alloh taolo bergan iqtidor bilan sababini qilamiz. Undan boshlab lisenziyaga bo'lgan nima hujjat, anketa, dokumentasiya hamma prosesni qilib beramiz. Xudo xolasa inshaalloh shu kunlarga yetkazganiga shukr. Inshaalloh vizalar chiqqandan keyin ham aeroportdan turib ham inshaalloh bitta video qilamiz. Xudo xolasa sizni kelgushlaringizga omad, har doim shunaqangi omadli, samimiy inson bo'ling. Sizlarga yaxshi insonlar, sizlarga shunaqa samimiy insonlar, samimiy mijozlarimiz ko'paysin. Xudo xolasa foydamiz teganda xursandman. Inshaalloh har doim Alloh yaxshilik bilan siylasin. Kimga yangi vizalar kerak bo'lsa aniq aytib qo'yasizlar, foydamiz tegsa xursandmiz. Viza best of the best. Hammaga rahmat.